Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan mnemonikada ishlatiladigan texnikalar, ya'ni zanjir usuli va ma'lumotlarni bir-biriga bog'lash, assotsiatsiya haqida gaplashamiz. Xotiramizda qanaqa ishlashdan kelib chiqib turib, mnemonikadan foydalanib, shu so'zlarni ham ketma-ketligini, ham ko'prikka qanaqa so'z bog'langan, ya'ni shu so'zlarni ham eslab qolishga harakat qilamiz. Demak, ko'z yuming. Tasavvur qiling, ko'prik. Qanaqadir ko'prik o'rtasida qoldingizda va ko'prikdan arqonda sekin pastga tushyapsiz. Tasavvur qiling, tepada ko'prikda qolib ketdingiz va ko'prikdan arqonda pastga tushyapsiz. Pastga qarasangiz, past juda ham uzoq. Tasavvur qiling, ya'ni ko'zingizni yumasiz va tasavvur qilishga harakat qilasiz. Shu pastingizdagi o'sha balandlik shunaqa baland, qo'rqib ketyapsiz, haligi balandlikka qarayapsiz-da. Pastga qarab, sekin arqonni ushlab, sekin tushib ketyapsiz. Yoki ko'prikning ustida turib, arqonni pastga otib yuboryapsiz. Shu narsani tasavvur qiling. Ya'ni ko'prik bilan arqonni bir-biriga bog'lang. Bir-biriga bog'lang. Aynan hozir biz birinchi mashqda bog'lash usulini ko'rib chiqyapmiz. Zanjir usulini hozir qanaqa bo'lishini ham birma-bir ko'rib ketamiz. Xo'p, keyingisi devor va raketa. Devor va raketa. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling. Xo'p, devor, bitta devor turibdi-da. Qanaqadir osmondan raketa keldida, devorga urilib, devor portlab ketdi. Tushundingizmi? Devor qulab tushdi yoki bo'lmasa. Shu devorning tagiga bitta raketa kelib tushdi. Bum etdi, qanaqadir portladi-da, devoringiz qulab ketdi. Uyingiz oldidagi devor. Tushundingizmi? Shu narsani tasavvur qiling. Xo'p, keyingisi stul. Ya'ni stol bilan suv. Tasavvur qiling, o'tirgan stolingiz ustida dars qilib o'tiribsiz-da, suv to'kilib ketdi. Suv to'kilib ketdi-da, haligi stolingiz suv bo'lib ketdi. Tushundingizmi? Mana shu narsani tasavvur qiling. Xo'p, keyingisi bo'yoq bilan tufli. Tasavvur qiling, bo'yoq bilan tufli. Qop-qora tuflingizni haligi qop-qora bo'yoq bilan bo'yab o'tiribsiz. Qop-qora tuflingizni qora bo'yoq bilan yoki oq bo'yoq bilan tuflini bo'yapsiz yoki qizil bo'yoq bilan. Xohlagan rangingizni ishlatsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni bo'yoq bilan tufli. Xo'p, keyingisi qog'oz bilan atir. Qog'oz bilan atir. Xo'p, qanaqa turib eslab qolamiz? Tasavvur qiling. Qog'oz olyapsiz-da, atir sepyapsiz. Bitta oddiy daftaringizni qog'oziga atir sepyapsiz-da, hidlab ko'ryapsiz. Hidlab ko'ryapsiz-da, qanaqadir shunaqa shirin hid kelyapti yoki qanaqadir achchiq bir yoqimli hid kelyapti. Biron bir atir hidini tasavvur qiling. Tasavvur qiling. Ko'zingizni yumib tasavvur qilib, miyangizni tasavvur qilish paytingizda, ya'ni rang bilish, rang ko'rish yoki hid sezish yoki ta'm bilish, mana shunaqa turib emotsiyalarni aralashgan holda tasavvur qilishingiz sizni miyangizni ko'proq joyini ishlatishga yordam beradi. Tushundingizmi? Tasavvur qiling. Xo'p, keyingisi qog'oz bilan atirdan keyin archa bilan lampa. Tasavvur qiling. Archaga lampa ilib chiqyapsiz. Lampa yoki bitta lampa ilib qo'ydingizda, archani yorug' qilib turibdi. Yoki archani atrofiga turli xil lampalar ilib qo'ydingiz. Tushundingizmi? Shu narsani tasavvur qiling. Va tasavvur qilingda, archa yonyapti. Bitta lampani yoqsangiz, archa ham chiroyli qilib ko'rinyapti. Tushundingizmi? Shu narsani tasavvur qiling. Xo'p, keyingisi fil bilan varrak. Tasavvur qiling. Filni tasavvur qiling. Fil varrak uchiryapti. Dalada fil varrakni uchiryapti. Mana bu turib varrak uchiryapti. Varrak, katta varrak tasavvur qiling. Fil qo'liga ushlab olganda varrakni uchirib o'tiribdi. Yoki xartumi bilan haligi varrakni uchiryapti. Tasavvur qiling shu narsani. Xo'p, keyingisi salfetka bilan kolonka. Tasavvur qiling, kolonkangiz chang bo'lib ketganda, ovozi zo'rg'a chiqyapti. Ovozi past chiqyapti. Nima bo'ldi deb turib boryapsiz-da, salfetka bilan kolonkani artib tozalayapsiz. Shu narsani tasavvur qiling. Xo'p, bo'ldi. Demak, eslab qolgan bo'lsanglar, bir marta takrorlab chiqamiz. Xo'p, ko'z yumib takrorlasangiz bo'ladi. Ya'ni shunchaki ko'zni ochib takrorlamang. Xo'p, ko'z yumingda eslang, ko'prik bilan nimani bog'ladik? Arqon. Xo'p, devor bilan nimani bog'ladik? Raketa. Xo'p, stol bilan nimani bog'ladik? Suv. Bo'yoq bilan nimani bog'ladik? Tufli. Qog'oz bilan nimani bog'ladingiz? Atir. Xo'p. Archa bilan nima? Lampa. Xo'p, fil bilan varrak. Tasavvur qiling, eslang. Va salfetka bilan kolonka.
Ya'ni uni ham tasavvur qilib eslang. Videoni pauzaga qo'yingda, ushbu so'zlarda qaysi so'zlarni bog'ladingiz? Ya'ni birinchi mashq orqali biz so'zlarni bir-biriga bog'lab chiqqan bo'lsak, ko'prikka nimani bog'ladingiz? Daftaringizni ochingda yozing. Ko'prikka nimani bog'ladingiz? Devorga nimani bog'ladingiz? Yozing. Devor deyinda yoniga so'z yozing. Stolga nimani bog'ladingiz? Uni yozasiz. Xo'p, bo'yoqqa nimani bog'ladingiz? Uni yozasiz. Qog'ozga nimani bog'ladingiz? Uni yozasiz. Mana shunday turib ketma-ketlikda shu so'zlarni yozib chiqingda yoniga bog'lagan so'zlaringizni eslab yozib chiqing. Videoni pauzaga qo'yib turib, hozirroq boshlang. Yozib chiqqan bo'lsangiz, endi bu so'zlarni tekshirib chiqamiz birma-bir. Xo'p, ko'prikka nimani bog'ladik? Arqon edi. Xo'p, devorga nimani bog'ladik? Devorga raketa. Xo'p, stolga nimani bog'ladik? Suv. Xo'p, bo'yoqqa nimani bog'ladik? Tufli edi. Xo'p, qog'ozga nimani bog'ladik? Xo'p, atir edi. Archaga nimani bog'ladik? Lampa. Xo'p, keyingisi filga nimani bog'ladik? Varrak. Salfetkaga kolonka. So'zlarni tekshirib chiqing. Arqon, raketa, suv, tufli, atir, lampa, varrak, kolonka. So'zlaringizni tekshirib chiqsangiz bo'ladi bemalol. Endi bu birinchi mashq, ya'ni bog'lash mashqi. Agar 100% to'g'ri topgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz bu yerda xotirangizni qanday qilib to'g'ri ishlatish orqali ma'lumotlarni yaxshiroq eslab qoldingiz. Xo'p, endi ikkinchi mashq. Ikkinchi mashq. Zanjir mashq. Zanjir mashq. Bu ham bog'lashga o'xshaydi, lekin biz bu yerda sal boshqacharoq qilamiz. Ham bog'lash, tasavvur ishlaydi, bog'lash mashqi ishlaydi va zanjir mashqi ishlaydi. Xo'p, zanjir qanaqa? Xo'p, endi ko'prikka devorni bog'laysiz. Qanday qilib bog'laysiz? Osmondan bitta ko'prik tushdida devoringizni buzib yubordi, sindirib yubordi yoki ag'darib yubordi. Shu narsani tasavvur qilasiz. Bo'ldi, endi keyingisi devorni stolga bog'laysiz. Qanday qilib? Devoringiz bitta quladida, stolni ustiga tushdi. Stolingizni 4 ta oyog'i 4 ta tomonga sochilib ketdi. Shu narsani tasavvur qilasiz. Stolingiz tikka turgan stolingiz yerga yotib qoldi. Xo'p, keyingisi stolingizni bo'yoqqa bog'laysiz. Tasavvur qiling. Stolingiz pastga bitta qulagandan keyin o'sha tagida qanaqadir bo'yoq bor edi. Bo'yog'ingiz ustiga tushdida bo'yog'ingiz to'kilib ketdi. Sochilib ketdi. Hamma yoq kraska bo'lib ketdi, bo'yoq bo'lib ketdi. Shu narsani tasavvur qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi bo'yoqni qog'ozga bog'laysiz. Qanaqadir bo'yoq to'kildida, sachragandan keyin qog'ozingizni ustiga tushdi. Qanaqadir daftaringizni qog'ozingizni ustiga tushdi. Xo'p, keyingisi qog'oz bilan archa. Ya'ni tasavvur qilsangiz bo'ladi, haligi qog'ozni archaga ana qilib qo'ydingiz, ilib qo'ydingiz. Tasavvur qiling. Qog'ozni archaga ilib qo'ydingiz. Yoki qog'ozni yoqdingizda archaga qo'yildingiz, archangiz ham yonib ketdi. Shu narsani tasavvur qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu so'z bilan, ya'ni qog'oz bilan archani bir-biriga bog'lashingiz kerak. Xo'p, keyingisi archa bilan fil. Tasavvur qiling, haligi archani filga beryapsiz. Qanaqadir yegulik sifatida filga beryapsiz-da, fil archani olibdi, yeyapti. Shu narsani tasavvur qiling. Archani hidini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Haligi filni jag'ini ochib, o'sha archani yotganini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi fil bilan salfetka. O'sha archani yeb bo'lgandan keyin fil salfetkani olyapti-da, og'zini artyapti. Xartumi bilan og'zini artyapti. Shu narsani tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi, tasavvur qilgan bo'lsangiz, endi men bu so'zlarni o'chirib tashlayman-da. Siz ketma-ketligini eslab yozib chiqishga harakat qilasiz. Xo'p, bir marta takrorlayveramiz. Xo'p, ko'prik pastga tushgandan keyin devoringiz buzilib ketdi. Xo'p, devor qulagandan keyin stolingiz ag'darilib, o'sha 4 ta oyoq sinib ketdi, har tomonga sochilib ketdi. Xo'p, keyingisi bo'yoq. Ya'ni stolingiz ustida turgan yoki stolingiz tagida turgan bo'yoq ham
qanaqadir to'kilib ketdi, qayergadir to'kilib ketdi. Hamma yoq bo'yoq bo'lib ketdi. Tasavvur qilasiz shu narsani. Xo'p, keyingisi bo'yoq keyin qog'ozga sachradi. Qog'ozingiz bo'yoq rang, o'sha rangi qora yoki qanaqadir oq yoki qizil bo'yoqqa aylanib qoldi o'sha qog'ozingiz. Shu narsani tasavvur qilasiz va qog'ozingizni archaga quritib qo'yishga ilib qo'ydingiz. Tushundingizmi? Keyin archani olib turib filga beryapsiz. Fil archani olib turib yeyapti. Shu narsani tasavvur qilasiz. Va fil yeb bo'lgandan keyin salfetka bilan og'zini artib qo'yapti. Shu narsani tasavvur qilasiz. Xo'p, eslab chiqing. Eslab chiqing. Yana ham o'zingizga ozgina tushunarli bo'lish uchun ma'lumotlarni eslangda va yonidagi so'zlarni ham deylik, misol uchun ko'prikka nimani bog'lagandingiz. Tushundingizmi? O'sha ko'prikka nima bog'laganingizni eslang. Va ko'prikka misol uchun ko'prik qanaqadir devor bilan bog'lagan bo'lsangiz, undan oldin biz ko'prikni birinchi mashq orqali qanday qildik? Ya'ni ko'prikni nimaga bog'ladik? Arqonga bog'lagandik, to'g'rimi? Ya'ni arqonni yozsangiz ham bo'ladi, yonidagi so'zni yozsangiz ham bo'ladi va tagidagi so'zni ketma-ketlikda yozsangiz ham bo'ladi. Hozir videoni pauzaga qo'yingda, shu so'zlarni ketma-ketlikda yozib chiqishga harakat qiling. Yozib chiqqan bo'lsangiz, endi birgalikda tekshiramiz. Demak, birinchi so'zimiz nima edi? Ko'prik. Xo'p, keyingi so'zimiz devor. Keyingi so'zimiz stol. Keyingisi bo'yoq. Xo'p, keyingisi qog'oz. Keyingisi qog'oz edi. Xo'p, keyingisi archa edi. Keyingisi fil va menimcha oxirgisi salfetka. Hop, salfetka. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Demak, bu so'zlarni eslab qoldik. Hop, yaxshi, agar tekshirib chiqqan bo'lsangiz yaxshi va yonidagi so'zlarni yana qaytadan yozib chiqsangiz bo'ladi. Bugungi, ya'ni bog'lash mashqimiz bilan menimcha zanjir mashqi sizga tushunarli bo'ldi. Yana ham yaxshiroq natija olishingiz uchun, yana ham bu mavzuni yaxshiroq tushunishingiz uchun men tayyor sizlarni shug'ullanishingiz uchun tarqatma materiallar guruhiga shu mashq qilishinglar uchun tayyor so'zlar tashab qo'yganman. U so'zlarni telefondan yoki printerdan qog'oz shaklida, formatida chiqarib olib, o'zingiz alohida shug'ullansangiz bo'ladi. Ya'ni so'zlarni xohlasangiz bir-biriga bog'lab eslab qoling, xohlasangiz ketma-ketlikda bu so'z bilan, ya'ni pastki so'zlarni bir-biriga bog'lab eslab qolishga harakat qilib ko'ring. Va iloji boricha hozircha o'zingizga qiyinlashtirmaydi. Bir marta bog'lab turib, ikkinchi marta bitta qayta takrorlab chiqing. Qanchalik esingizda qoladi. Bugungi darsimiz shu. Darsni ko'rib, vazifalarni bajarib, qo'shimcha vazifalarni ham bajarsanglar, rasmga olib, o'sha savol-javob guruhiga vazifalarni tashab qo'yinglar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'proq o'zingizlarning ustingizda ishlanglar va ko'proq o'zingizlarning ustingizda ishlasanglar, xotiranglar tezroq va yaxshiroq rivojlanadi, shakllanadi. Rahmat hammanglarga.